Assalomu alaykum yaqinlarim, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan Tigo Pro avtomobil haqida gaplashamiz. Avtokredit asosida va rastrochkaga qancha bilan chiqadi, avtomobilning narxi qancha? Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Tigo Pro avtomobilimiz 3 xil pozitsiyada bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz birinchi pozitsiyasi haqida ozgina ma'lumotlarni berib o'taman. Avtokredit, rastrochka va boshqa ma'lumotlarni. Avtomobil 1.5 turbina dvigatel bilan jihozlangan, 4 ta Porsche 147 ta ot kuchiga ega. Ko'rib turganingizdek, shahar ichida shu katta crossover atigi 7 litr rasxod qiladi. Bundan tashqari ushbu avtomobilga boshlang'ich to'lov avtokredit asosida 90 million so'm plus minus ozgina raziyat qilish mumkin. 90 million so'm to'lov qilasiz va boshlang'ich to'lovingiz ichida propani bo'ladi. Oldin o'rda broni plyonka, radiator setkasi, ichiga kovrigi. Shu videoga bitta like bosgan bo'lsangiz, parogi bilan ancha radarni ham qilib chiqazib beramiz. Bunaqa imkoniyat boshqa joydan kirib so'rab yurmang. Faqatgina Aday Master Namangan Cherry avtosalonida mavjud. Agar xohlasangiz rasrochkaga bo'ladigan bo'lsa, 311 million 900 ming so'm avtomobil tan narxidan 30% ni to'lov qilib, 18 oyga 50% ni to'lov qilib, 24 oyga 60% to'lov qilib, 36 oyga xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Aytmoqchi, avtokredit asosida yoki naqd to'lov bilan xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun 40 million so'm foydada xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Ushbu avtomobilimizning salon qismi bilan ozgina tanishtirib o'taman. 5 ключевой достуp, 360 graduslik kamerasi, xavfsiz harakatlanish, xavfsiz to'xtashingiz uchun sizga juda ham udobniy. Salon qismiga alohida e'tibor berasiz. 80% sifatli ekoko'ja bilan jihozlangan, multimedia rol, kattagina splashnoy monitor, 9 klimat kontrol, беспроводной zaryadnik, avtohol, elektron ruchnoy, sizga kerakli bo'lgan barcha komfortga ega. O'rindiqlarda isitish barchasida mavjud. Saqlanish funksiyasiga ham ega. Orqa o'rindiqlarning kengligiga alohida e'tibor berasiz, ko'rishingiz mumkin. Anchagina keng, 3 kishi maza qilib bemalol ketadi. Orqa bagaj ochilish, yopilish elektronli bo'ladi. 400 litrdan yuqori avtomobillar orqa bagaj kengligi va 5-baloni avtomobilda, ya'ni zapaska baloni qisqa balon bo'lmaydi. Xuddi o'zinikidagi diska, xuddi o'zinikidagi balon bo'ladi. Avtomobil orqa bagajda detskiy rejimlari ham mavjud, ya'ni qo'lingizni qisib qolmaydi. Yosh bolalar agar shu holatda kelib qolsa, obratno orqaga qaytadi, qisib qolmaydi dalsha. Ushbu avtomobilga qiziqqan bo'lsangiz, do'stlar, Aday Master Namangan Cherry avtosalon keling. Sizlarga ham foyda bilan, ham xohlasangiz rasrochkaga hamma tartiblarimiz bor. Bizda kelib xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Bizning manzilimiz Namangan shahar, Yangi bozor, Promzona yo'lda. Eng qulay bo'lgan shartda faqatgina Aday Master Namangan Cherry avtosalonini chiqazib beradi. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Shu oy oxirigacha amal qiladi, uspech qiling. Keyingi oy bo'lmasligi mumkin.